Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 16 aprel haftaning chorshanba kuni 2025-yil Boboshbek bozorida joylashgan Million nomli shu detskiy komplektlar sotadigan do'kondan ko'rsatyapmiz. Hormasizlar endi. Va alaykum assalom. Xo'p. Mana kiyimlar, donaga ham, pachkaga ham sotilaveradi, shundaymi? Donaga ham, pachkaga ham narxlar bir xil. Nech puldan boshlab, nech pulgacha? 2 xil bo'ladi. Donaga alohida, optimga alohida beriladi. Ha. Donaga sal qimmatroq bo'lar ekan, pachkaga arzonroq bo'lar ekan. Xo'p, pachkadagi narxni aytasiz. Nech puldan nech pulgacha bu komplektlar? Uning ichida troykasi ham bo'lishi mumkin-a? 17 mingdan shu 25 minggacha. 17 ming so'mdan 25 ming so'mgacha ekan detskiy komplektlar pachkadagi narxi. Pachkada nechtadan bo'ladi? 5 tadan bo'ladi. 5 tadan bo'lar ekan. Endi shu narsani donaga oladigan bo'lsalaring, nech puldan boshlanadi, nech pulgacha? 20 dan 25 gacha. Donaga oladigan bo'lsalaring 20 ming so'mdan 25 ming so'mgacha ekan. Xohlaganidan olishaveradi, xohlagan razmerini oladi, xohlagan rangini olishadi. Xo'p. Jonli efirlarda ham ko'p ko'rsatdik. Ko'p kishi o'sha Millionda do'konidan ko'rsating dedi. Mana sizlarga Millionda do'konidan ko'rsatyapmiz. Telefon nomerlaringiz nechi? 99lik Telefon nomerlari 99lik 005 005 3400. 3400 ga telefon qilaverasizlar. Mana shu mahsulotlar kerak bo'lsa, iloji boricha o'zlaring kelib ko'ringlar, ma'qul kelsa olasizlar. Narsasi sifatli. Mana bunolari troy 3 taliga shu. Ha, 3 talik bo'ladi. Donaga, pachkaga sotishaverar ekan. Narxlar etildi, telefon nomer etildi. Bozorda manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Haftani chorshanba, yakshanba kuni bu bozor bo'ladi. Aynan shu do'kon ham shu chorshanba, yakshanba kuni ochiq bo'ladi. Bozor ertalab 4:30-5 ta boshlanib, kunduzi 11-12 ga qadar bozor bo'ladi. Mana hozir sizlarga ko'rsatyapman. Ha, bizda necha bo'ldi soat shunda? 10 ta kam 12 bo'ldi. Deyarli bozorda mana hech kim qolmadi hisob. Shuning uchun vaqtliroq kelaverasizlar. Kelganlaringda mana shu oxirgidagi E blok qatorda oxirdagi do'kon.